Kecha yig'lavordim kerak bo'lsa. Ishonish sal anaqa qiyin bo'ldi-da, ishonishim. Endi ayolim ishga ketgan edi, men onlayn o'zim o'tirdim. Shu yerda ko'rib familiyasini aytgan paytda tushunmay qoldim-da, bunaqa narsani kutmagan edim. Qo'llarim qaltirab, nima qilishni bilmay qoldim, to'g'risi. Kimga nasib qilar ekan deb shuni onlayn o'zim tomosha qilib o'tirgan edim. Lekin o'sha baxtli inson o'zingizligini bilmaganman. Kelib ishtirok etib, shu davolansin shu yerga kelib, hammasini o'z ko'zi bilan ko'rsa biladi. Har xil gaplarga, negativ gaplarga ishonmaslik. Hammasi yolg'on deyapti, yolg'on emas. Kelsin, ko'rsin, haqqoniy. Konkursda yana ishtirok etishsin. Bizga o'xshab xursand bo'lsin hammasi. Nasib qilsin hammasiga. Nechisan? 111. 111 raqam. Nechida? Vah. Egizbayeva Malika.